Diqqat aholiga tezkor xabar. O'zbekistonda 20 million so'm maosh olayotganlar ma'lum qilindi. Assalomu alaykum, hurmatli tomoshabinlar. Tezkor yangiliklardan, birinchilardan bo'lib xabardor bo'lishni istasangiz, videorolik ostiga like tugmachasini bosib, kanalimizga obuna bo'lishni unutmang. Like bosgan insonni Xudoyim doim qo'llasin. Diqqat qiling, O'zbekistondagi ayrim o'qituvchilar bir qator ustamalarni joriy etilganligi sababli 20 million so'm atrofida maosh olish imkoniga ega bo'ldi. Xususan Surxondaryoda ayni paytda $2000 ortiq oladigan 11 nafar o'qituvchi bor. Bu haqida viloyat ta'lim boshqarmasi boshlig'i 15-may kuni bo'lib o'tgan video selektor yig'ilishida prezidentga ma'lum qildi, deyiladi xabarda. Hurmatli prezident shuni alohida ta'kidlash kerakki, bizning Surxondaryoda $2000 ortiq oladigan 11 ta o'qituvchimiz bor. Buni ommaviy axborot vositalarida ham ko'rsatdik. Undan tashqari, 600 ga yaqin $1000 ortiq oladigan o'qituvchilarimiz mavjud, deya uning so'zlari keltirilgan O'zbekiston 24 telekanali efirida. Aziz do'stlar, siz bilgan va tanishlaringiz orasida o'qituvchilar qancha oylik oladi? Marhamat, izohlarda fikringizni yozib qoldiring.